Bitta yengil avariyasining xarajati 12 ta Malibu 2 turbo olishga yetadigan mashina haqida eshitganmisiz? Aynan Formula 1 bolidlarining yengil DTPsi $300,000 gacha yetishi mumkin. 15 ta detaldan iborat bu maxluq 12 dan $15 million gacha baholanadi. Karbon tolali tana qismi $1,200,000. Gibrid dvigatel $10 million dan qimmat. Elektr bilan bog'liq qismlar $3 million dan boshlanadi. Bir to'plam shina $2,700 turadi. Oddiygina old qanotning o'zi $150,000 ekanini hisobga olib, qolgan qismlarni o'zingiz taxmin qilib ko'ravering. Shunchaki old qanot sinib ketgani puliga O'zbekiston muhitida 30 ta Malibu'ning bamper, eshik, kapotini yangisiga almashtirish mumkin. Bundan tashqari, Formula 1 pit stopida bir soniyaga kechikish $200,000, poyga startidan noto'g'ri qaror $500,000 gacha. Tushunarsiz holatdagi avariya esa $1 million zarar keltiradi. Shunday ekan, Yevropa ko'chalarida sayr qilayotib, F1 bolidini ko'rib qolsangiz, sal uzoqroqdan o'tavering. Yana ham ko'proq kontentlar uchun esa sahifamizga obuna bo'ling.